Allahu Ekber, Allahu Ekber. Uyghur milleti Boğumuz Sultan Abdülkerim Sutuqboraxon mübarek İslam dinini qabul qilgandan buyon diyorimizni islom nuri bilan yo'ritib keldi. Asrlar mobaynida Xoqon sultonlari, olim ulamolari, mujohid sarvozlari bilan vatanimiz osmonida islom quyoshini porlatib, islomning sharqiy qo'rg'ini bo'ldi. Ammo keyingi davrlarda erkinligimizning har jihatdan cheklanishi, bo'libmi dinimizga qilinayotgan dushmanliklarning eshib berishi bilan diniy tushunchalarimizda yetarsizlik, fikriy mustabidlik va dinning jamiyatdagi o'rnini tuvallab ketishi qatorliq xilma-xil masalalar kelib chiqdi. Buning natijasida Uyg'ur musulmonlarining diniy va milliy birligi bora-bora parchalanishga boshladi. Mushundaq jiddiy bir vaziyatda muhojiratda islom bilimlari o'qiyotgan bir turkum o'quvchilar tashkillanib, yoshlarning diniy izlanishlari va qiziqishlariga yoshlar tilidan javob beradigan, yoshlarning diniy saposini o'stirishni maqsad qilgan Abduqodir Domollamning "Ey yigit, o'rgan, jaholat nomusdir, jaholatga eshakdan boshqasi rozi bo'lmaydi" degan ta'limotiga asosan Mamtili apandining "Ilim bilan tiklanar inovatimiz, irfon bilan echilg'ay saodatimiz" degan shuari ostiga zich o'yishib, ilmyor guruhisini qurib chiqdi. Undaqda biz kim? Biz diniy va milliy qimmat qarashlarni asos qilgan yoshlarning diniy izlanishlari va qiziqishlariga sahna hozirlab berish va diniy saposini o'stirish maqsadida 2020-yili 2-oyning 12-kuni o'quvchilar tarafidan qurilgan mustaqil yoshlar birligi. Nishonimiz: 1. O'quvchilar orasida tashkiliy birlik hosil qilish. 2. O'quvchilar orasida fikr almashtirish sahnasi hozirlash. 3. O'quvchilarni tashkillab, ilmiy va ijtimoiy jihatda diniy ma'arifning taraqqiyotiga tuhfa qo'shish. 4. Yoshlar orasida diniy tushuncha hosil qilish. 5. Diniy sohadagi ilmiy bo'shliqlarni to'ldirish. Xizmat prinsipimiz: 1. Uyg'ur xalqining diniy va milliy manfaatini asos qilish. 2. Xalqimizning islomga uyg'un bo'lgan milliy urf-odatlarga rioya qilish. 3. Diniy va milliy prinsiplarimizga uyg'un bo'lgan har qanday guruhlar va tashkilotlar bilan hamkorlashish. 4. Hech qanday shaxs yoki tashkilotga tava bo'lmagan holda kengash asosida xizmat olib berish. 5. Xizmat va faoliyatlarda o'tirhallikni asos qilish. Xizmat doiramiz: 1. Qur'oni Karim va hadislarning ruhiga uyg'un holda yoshlarga da'vat elib berish. 2. Har xil temalarda ilmiy maqola tayyorlash va o'xshamagan tillardan kitob tarjima qilish. 3. Uyg'ur jamiyatini asos qilgan har xil mazmundagi loyihalarni tayyorlash va qisqa film ishlash. 4. Har xil tillarda ilmiy suhbat, leksiya, zehn sinash musobaqasi va ilmiy muhokama yig'inlarini o'tkazish. 5. Madrasa, diniy maktablar, pishqadam ustozlar va vaqf jamiyatlar bilan hamkorlik o'rnatish va qo'llashini qo'lga keltirish. 6. O'quvchilarga iqtisodiy qimmat yoritish uchun har xil ilmiy xizmat plani tuzish va ishga tunishtirish. Elib berayotgan xizmatlarimiz: ovozliq maqolalar, suratlik da'vatlar, tarjima kitoblar, mashhur shaxslar, savol-javob sahnasi, ilmyor munozir munbiri, ilmyor yoshlar uchrashishi, nutq so'zlash musobaqasi, ilmyor o'quvchilar ilmiy muhokama yig'ini. İlimyor yoshlar guruhi yoshlarimizning diniy tushunchalarini oshirish uchun davomli xizmat qilmoqda. Ilim bilan tiklanar inovatimiz, irfon bilan echilg'ay saodatimiz.